Aya tomoq mana o'ribdi aya. Toza qattiq og'riyapti-da, senki ham og'risa bilasan qanday og'rishini. Menga qara, qizim. Yuzimni yerga qaratadigan ish qilma maylima qizim. Aynalib ketay sendan. Hamma tiriklikni qilgin. Ovqatlarni qilgin. Uylar tozalab chiqish kerak. Aya, nima aytib aytasiz? Hali mening to'yimni ko'rishingiz kerak. Ukamning nevaralaringiz bo'ladi hali. Dada. Nimalar deyotibsan? Orzu. Pintek bo'lib qolganmisan? Umringiz uzoq bo'ladi-da. Sen nima meni o'lat deb o'ylabsanmi? Men hali beri o'lmayman. Men kosmetologga bordim. Betimga boteks qildirganman. Menga kosmetolog aytdi. Yerga qaramang dedi. Shitib osmonga 4 soat qarab yoting dedi. 8 soat qarab yotibman. Yerga qarasam, betim yerga osilib tushar ekan. Shu osilmasin deb bitib yotib, yuzimni yerga qaratadigan ish qildirma menga desam, sen nima deyapsan? O'le. Siz shuni Nima qaytang bo'lmasa? Gapni oxirigacha eshitmaysan? kosmetologingiz Niyatingni qara, sovuq niyatingni. odam o'ylayotgan gaplarni o'rgatgan sizga. Bilani jepsan shu gapingga. Ana sosiyat ko'ti. Po'qin tozalan uni. Hozir men uni po'qin tozalayman desam yerga qarashim kerak. Uni ham qila olmay o'tibman. Yuzlarimdan asrashim kerak, men yosharaman deb harakat qilib yotibman.